boshlab osteopatiyani o'rgandik. Biz osteopatiya muolajasi orqali o'sha tana kompressiyaga uchragan bo'ladi-yu, mana umurtqa o'tirganda bo'ylar pasayishni boshlagan, to'g'riqlardagi giperlordozlar, organlarni pastga tushishi, hammasi bular limfalarni ezib qo'yadi. Mana bo'yinni oldinga ketib qolib, yelkala tepaga chiqishi bo'yin tarafdan asosiy limfa yo'llarini yopib qo'ysa, akusheniya внутренних органов, bel umurtqani pasayishi, ichkariga kirishi pastdagi limfa aylanishlarini bloklab qo'yadi. Bunaqa bukchayishlar bo'lsa, diafragmani siqib qo'yib bloklaganning hisobiga diafragma yaxshi ishlamasa, bu yoqdagi limfalarni общий bosim berib ishlashi, ya'ni ishlaydigan funksiyasi ham yaxshi ishlamay qoladi. Natijada limfalarda bloklar boshlanadi va tanada shish boshlanadi. Yo tepa qismida shish bo'ladi yoki oyoq qismida shish, ya'ni atoklar boshlanadi. Odam o'zini semiryapman deb o'ylaydi, lekin asosiy semiz insonlarda bu yerda limfalarda zastoy, limfalarda tiqinlar, limfalarda bloklanish ketyapti.